Ko'ngillarga ziyo sochgan oftobimsan, xalq qalbidan chiqqan o'tli xitobimsan, adolatni ko'zlaguvchi kitobimsan. O istiqlol sharofati bosh qomusimiz, baxtu iqbol kafolati or nomusimiz. Ko'ngillarga ziyo sochgan oftobimsan, xalq qalbidan chiqqan o'tli xitobimsan, adolatni ko'zlaguvchi kitobimsan. O istiqlol sharofati Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Qorbozor tumanidagi harbiy qismda 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan targ'ibot tadbiri. Ushbu targ'ibot tadbirida yangidan tarbiyaga chiqarilgan 2023-yil 3-aprel kuni xalq referendumi asosida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida askarlarimiz tanishtirildi.